Har yili 9-may xotira va qadrlash kuni yurtimizda alohida ehtirom bilan nishonlanadi. Ushbu sana inson qadri, jasorat va fidoyilikni ulug'lash, tinchlik ne'matini anglash uchun muhim ma'naviy maktabdir. Ta'lim maskanlarida bu galgi kelajak soati darslari aynan ushbu mavzuga bag'ishlandi. Uychi tumanidagi 2-soliy umumta'lim maktabidan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2025-2026 o'quv yili davomida har haftaning dushanba kuni birinchi dars kelajak soati sifatida yo'lga qo'yilgani bejiz emas. Ushbu mashg'ulotlar orqali yoshlar ongiga ma'naviyat, milliy qadriyatlarimizga sadoqat ruhini singdirish maqsad qilingan. Bu galgi kelajak soati darslari millat fidoyilari, xotira va qadrlash mavzusiga bag'ishlanib, Uychi tumanidagi 2-umumta'lim maktabida tashkil etilgan tadbir rasmlar va qo'l mehnati namunalari ko'rgazmasi bilan boshlandi. Shuningdek, barcha sinflarda mazkur mavzu doirasida ochiq va mazmunli mashg'ulotlar o'tkazildi. Ularda ta'lim fidoyilari, soha mutasaddilari, mehnat faxriylari ishtirok etib, Ikkinchi jahon urushi davrida O'zbekistonning o'rni, xalqimizning bag'rikengligi, jasorati va matonati haqida so'z yuritdilar. Ayniqsa, ota-bobolarimizning og'ir sinovli yillarda namoyon etgan insonparvarligi, mehr-oqibati haqidagi hayotiy hikoyalar o'quvchilar qalbida chuqur taassurot qoldirdi. Xotira bor ekan tirikdir millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur, xotira elni xalq etguvchi qudrat, xotira ertani yoritguvchi nur. Mana bugun maktabimizda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan kelajak soati darslari o'tkazildi. Bugungi kelajak soati va o'tkazilgan tadbirdan biz o'quvchilar juda ham xursandmiz. Shuningdek, sana munosabati bilan maktabda Xotira ulug' qadr muqaddas nomli tadbir ham tashkil etildi. Unga ushbu ta'lim dargohida uzoq yillar mehnat qilgan faxriy ustozlar taklif etilib, ular o'z hayotiy tajribasi, bosib o'tgan yo'li haqida so'zlab berdilar va yoshlarni bugungi yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga chaqirdilar. Bugun yoshlarimizga hamma narsa yaratilgan. Bugungi vazifasi faqat o'qish, ilm olish, bilim olish va kelajakda chiroyli bir kasb egallab yurtiga, xalqiga, oilasiga kerakli farzand bo'lish haqida tavsiyalar berildi. O'ylaymanki, bugungi xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan mavzu ham juda dolzarb. Tadbir davomida iste'dodli o'quvchilar tomonidan namoyish etilgan badiiy chiqishlar, she'rlar va sahna ko'rinishlari barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Ayniqsa xotira va sadoqat mavzusidagi chiqishlar ularning boy ma'naviyati namoyoni bo'ldi. Uychi tumani 2-umumta'lim maktabimizda 1052 nafar o'quvchilar tahsil olishadi. Prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan kelajak soati darslarini o'tkazib kelmoqdamiz. Mana bugungi kelajak soatimizning 33-soni xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan ta'lim fidoyilari, faxriy ustozlar, baynalmillatchi jangchilar taklif qilindi. Ular o'quvchi yoshlarimizga Ikkinchi jahon urushida qatnashgan ota-bobolarimiz jasorati, ularning bosib o'tgan yo'llari haqida ma'lumotlar berib o'tishdi. Bu darsimiz yoshlarimizga milliy qadriyatlarimizni anglash, xotira va qadrlashni qalban his qilishga turtki beradi. Bu kabi ma'naviy ma'rifiy darslar o'quvchilar qalbida vatanga muhabbat, ajdodlarimizga hurmat va kelajakka ishonch tuyg'ularini yanada mustahkamlaydi.